Mamlakatimizning birinchi raqamli porti hozirgina Turkiya poytaxti Anqara shahridagi Esenboga xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Prezident Shavkat Mirziyoyevni aeroportda Recep Tayyip Erdo'g'anning shaxsan o'zi kutib oladi. Davlatimiz rahbari rafiqasi bilan birgalikda samolyotdan tushib keldi va oliy martabali mehmonlarni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an rafiqasi bilan birgalikda kutib oldi va ushbu lahzalarda e'tiborli jihati harbiy orkestr o'zbekona kuy ijro etmoqda. Guvoh bo'layotganingizdek, ikki mamlakat yetakchilari o'rtasidagi muloqot mana shu yo'lakdayoq boshlanib ketdi. Guvohi bo'lganingizdek, O'zbekiston prezidentini aeroportda kutib olish jarayonida orkestr tomonidan protokol qoidalariga ko'ra qandaydir an'anaviy qo'shiq emas, balki mashhur o'zbek filmi, ya'ni To'ylar Muborak filmiga ishlangan soundtrack ijro etildi va bunda katta ramziy ma'no bor do'stlar. Bu eng avvalo O'zbekiston prezidentiga ko'rsatilgan yuksak hurmat va ehtirom. Qolaversa, bu singari tashriflar ikki mamlakat yetakchilarining oliy darajadagi uchrashuvlari har ikki tomon uchun xuddi to'ydek, bayramdek katta xursandchilik, muhim voqea ekanligini anglatadi. O'zbekiston va Turkiya yetakchilari aeroportning o'zidayoq qisqa muloqot o'tkazdilar va shundan keyin kortej Turkiya prezidenti qarorgohi tomon yo'l olmoqda.